Aka bugun qo'ydik dorlardan keyin. Dahshatlar. Zo'rlaridan kelganmi? Suyak katta variantlardan keldi. Gigant variantlardan olib kelgansiz. O'ta kattalardan olib keldim. Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib kelayotib turgan akalar, ukalar. Xudo xolasa bugunga ham Abrorbek ukamizni oldiga kelganmiz. 5 dona qo'yni topib kelibsiz-a? 5 dona qo'y tovib olish, xotin topishdan qiyin bo'lyapti aka. Gap yo'q. Ozgina, ozgina. Yo'qda olib keldim. Ayda yo'g'idan. Bo'ylari ham balantidan kelibdi bugunga. Xudo xolasa. keldi. Gigantlardan olib kelibdi. Biz o'sha mashhur Tepaqo'rg'on birinchi qo'l qishloqdamiz. Xudo xolasa bugun seshanba 2025-yil 23-dekabr. Xudo xolasa Mash ukamiz bilan narxni sindirib kelyapti, ukamiz bilan video syomka qilyapmiz. Narxlarni yana chiroyli qilib mo'ndaqalardan olib kelgan ekanlar. Ularni kelishtirib berasiz aka bugungini ham. Qachon yetib keldi uka bular? Qo'ylar aka bugun yetib keldi. Bugun yetib keldi. Ishlar zo'r, sinovda o'tdi. Yana xotirjam sinov olishaveradi. Sinov muddatlari bor. Sinov muddatlari bor. Qancha muddati? Bir hafta sinov olishaveradi. Bir hafta sinov olishaveradi. Xotirjam. Buni bo'ylarini nechaga berib beramiz uka buni? Buni ikkitasi 90 aka. Ikkitasi 90. Bu 3tasi 85 ta olishaveradi. Mana shu ikkalasi 90 ekan aka, yirik variantlardan bular 85. Uchalasi bir qora qo'ylar ekan, xudo xolasa bitta obunachimizga. O'zi hammasi bitta obunachimizga, lekin buni ularni sorti bo'lakcha variantlardan ekan. Bular yoshaylar qanaqa Abrorbek? Yoshi 6 ta aka, 3-qoringa bo'g'oz. Xudo xolasa 3-qoringa bo'g'oz. Yelilari ham tashab qopti uka. Xolasa buni qidirib tovib yurib kelibsiz shikiliga. O'ta qiyin bo'ldi. Soni az ekan. Xudo xolasa narxni chiroyli qilib berasiz obunachilarimizga. Narx sindiraman aka. Xo'p, buni bir joyga bitta pul sanayman degan akalarimizga necha puldan qilib berasiz uka? 6 million 800 mingdan beraman aka. 6 million 800 dan o'tib berasiz-a? O'tib beraman aka, siz obunachimiz. Like bosib obuna bo'lib tursa o'tib beraman. Like bosib sizni paddashga qilib tursa narx tushishda davom etasiz uka. So'radi aka. Xudo xolasa yaxshi berasiz bugun ham inshaalloh. Akalar soni 5 dona ekan, bir joyga olaman degan obunachilarimiz 6 million 800 ming so'mdan qancha tushib berasiz uka? Qo'lda bering. Chiroyli qilib. Yaxshi narx aytdim aka. Yaxshi narx aytdingiz, bundan yaxshiroq aytsangiz bo'laveradi, chiroyli qilib. 6 million 700 mingdan ketaveradi. 100 mingdan tushib beraverasiz, xudo xolasa. Akalar, bo'yi 90 ekan. Kichkina qo'ymas. Bo'ylari ham qo'y topish qiyin bo'lyapti o'zi. Qo'y topish qiyin bo'lyapti, lekin siz bunaqalardan qidirib yurib kelibsiz uka. Siz ham mana shu bolani akalar mehnatiga bittadan like bosib, otasiga rahmat aytib turasiz. Akalar buni qo'ydi sovib kelgan. Xudo xolasa mo'llarni qaranglar. Va buni narxini yana tushib bering uka. Aka o'zi ancha tushib berdim. O'zingizga yarasha qilib tushib bering, Abrorbek. Kim qo'ldi bering aka. Kanalda yangi parvozsiz u. 6.5 dan ketaveradi aka. 6.5 dan ketaveradi. Bir tig o'tib bermaysiz undan. Yo'q, umuman barakasini bersin uka. 6 million 500 ming so'mdan da xolasa zo'r narx bo'ldi. Shoshilamiz. Soni 5 dona tanlab olsa-chi? Tanlab olsa 7 milliondan ketaveradi. Tanlab olsa 7 milliondan. Da xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabkilarni qayergacha qilib beramiz uka? Dastlabkilar Toshkentgacha, yo'g'i kelishilgan holatda. U yog'i kelishilgan holatda telefon qilgan obunachimiz ishini bitiramiz aka. Bitirib berasiz. Hammasiga qo'y sotasiz. Qo'ysiz qolmaydi. Da xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Soni chegaralangan ekan. Tanlab olishga 7 dan hop, optimiga 6 million 500 ming so'mdan Toshkentgacha ukamiz yetkazib beradilar, da xolasa. Ana akalar, yuzlari ham chiroyli variantlardan, quloq oshlari butun. Xolasa dumbaraz zirlari ham kelgan qo'ylar ekan. Uka, siz ham ishingizga omad. Mana qilib tovib kelib turasiz, chaqirib turasiz, obunachilarga ulashasiz qo'ylarni. Pastayani qo'y bo'ladi sizda. Ha, endi tovib kelamiz aka. 24 soat nomeringiz ishlaydimi? Ishlaydi aka, xotirjam telefon qilishaveradi kechasi 1da ham. Gap yo'q. Mana shu bolani mehnatiga akalar bittadan like bosib turasizlar. Yosh bo'lishiga qaramay shunchalik mehnat qilyapti akalar. Da xolasa qo'llab-quvvatlab tursalaring. Yangi parvoz ukamiz da xolasa yaqama aka bundan buyog'i. Bundan buyog'i ham portlatasiz internetda xolasa. Sindiraman. Narxni sindirib tushirib berishga harakat qilasiz uka. Obunachilarimizni qo'yimdan to'ldiramiz aka. Gap yo'q. Hammaga nasib qilsa aka mana qo'ylar baqish. Aloqaga chiqaverasizlar. Biz video syomkalarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz.